O'zbekiston tarixi 7-sinf 42-mavzu adabiyot mavzusi. Mumtoz adabiyot namoyandalari. O'rta Osiyo xalqlari adabiyoti badiiy uslub jihatdan takomillashdi, yangi pog'onaga ko'tarildi. Nasrda ham, nazmda ham ko'plab nodir badiiy va lirik asarlar yaratildi. O'rta Osiyo xalqlari, xususan o'zbek hamda tojik adabiyoti o'rtasida o'zaro aloqa va hamkorlik kengaydi va mustahkamlandi. Tarjima adabiyot vujudga keldi. Badiiy adabiyotning ravnaqi bilan uzviy bog'langan holda adabiyotshunoslik ham taraqqiy etdi. Nodir asarlar yaratildi. Durbek tomonidan qayta ishlangan Yusuf va Zulayho dostoni, toshkentlik shoir Atoyning divoni shu davr badiiy adabiyotning durdonalaridir. Bu davrda o'zbek shoirlari ichida Lutfiy (1366-1465) alohida o'rin tutadi. Navoiyga qadar o'zbek she'riyatida Lutfiy darajasiga yetadigan shoir bo'lmagan. U birgina turkiy tilda asarlar yaratib qolmadi, balki fors tilida ham qasidalar yozdi. Lutfiy ijodida haqiqat va adolatni sevish, shafqat va muruvvatli bo'lishni targ'ib qilish, ilm va san'atni sevish kabi fikrlar katta o'rin olgan. 15-asr badiiy adabiyot ravnoqida buyuk davlat arbobi, ulug' shoir, olim, mutafakkir Alisher Navoiy va buyuk fors-tojik shoiri Abdurahmon Jomiyning hissalari g'oyat buyukdir. Alisher Navoiy 1441-1501, Abdurahmon Jomiy 1414-1492. Navoiy butun faoliyati va iqtisodiyotini insonning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, o'zaro urushlarning oldini olishga, obodonchilik ishlariga, ilm-fan, san'at va adabiyot taraqqiyotiga bag'ishladi. U o'zbek adabiy tili, o'zbek mumtoz adabiyoti yangi pog'onaga ko'tardi. Navoiy 30dan ortiq yirik badiiy asar yozdi. Hamsa, Hazoinul Maoniy, Mahbubul Qulub, Lisonut Tayr shular jumlasidandir. O'zbek xalqining ulug' shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy o'zining bebaho asarlarida ko'targan o'ta insonparvar g'oyalari bilan jahon adabiyotining buyuk namoyandalari qatorida munosib o'rin egallaydi. Abdurahmon Jomiy Alisher Navoiyning zamondoshi, ustozi va do'sti edi. Ularning do'stligi va hamkorligi o'zbek va qardosh xalqlar do'stligi va hamkorligining yorqin timsolidir. Agar bu ulug' zotni avliyo desak, avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir. Islom Karimov yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch. Tarixchilar. Tarix ilmining yirik namoyandalaridan biri Mirxon (1438-1498) bo'lib, uning haqiqiy ismi Muhammad Xovandashoh ibn Mahmuddir. U Balxda tug'ilgan bo'lsa-da, umrining deyarli ko'p qismini Hirotda o'tkazadi. Mirxonning ota-bobolari asli buxorolik bo'lib, fiqh ilmida zamonasining yetuk olimlari sifatida shuhrat topganlar. Mirxon haqida ma'lumotlar juda kam. U haqida ayrim ma'lumotlar nabirasi Xondamir tomonidan yozib qoldirilgan. Padarpanoh janob Amir Xovand Muhammad yigitlik chog'larida turli ilmlarni tahsil etish va nafis fazilatlarni kamoliga yetkazish yo'lida tirishqoqlik va zo'r mehnat qildi. Qisqa vaqt ichida bilimdonlikda zamon fozillarining peshqadami bo'lib oldi. U ko'proq tarix ilmini kasb qildi va jahon ahvolini hamda asor atiqalarini tahqiq qilishga kirishdi. Oliyjanob xotirani tez fursat ichida bu fanni egallashga forig' qildi, ammo fe'l-u atvori maishat ahli bilan qo'shilishga yo'l bermadi, zavqu shaqqa berilmadi, dars berish va amru ma'rufga ishtiyoq uning ravshan xotirida aslo ko'rinmadi. Ammo bu hol orzu va omonlikning qiblagohi, ya'ni Oliyjanob Sulton Husayn hazratlarining yaqin do'sti Amir Alisher Navoiyning huzurlariga borganicha va uning har turli navozish, marhamat, iltifot hamda muruvvatlarni topgunlaricha davom etdi. Mirxon Alisher Navoiyning ko'rsatmasi va homiyligi bilan Ravzat-us Safo, ya'ni Jannat bog'i asarini yozadi. Xondamirning ta'kidlashicha, ushbu asar Mirxon tomonidan tugatilmagan. Asar Xondamir tomonidan yozib tugatilgan. Ravzat-us Safo asar dunyoning yaratilishidan to 1523-yilgacha bo'lgan O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida bo'lib o'tgan ijtimoiy, siyosiy voqealar keng bayon etilgan. Mirxonning bu asari Sharq mamlakatlarida katta shuhrat qozonadi.
Dunyo kutubxonalarida Ravzattus Safo asarining ko'pgina qo'lyozma nusxalari mavjud. Yevropada Marxondning asarlari ancha vaqtgacha Sharq tarixi bo'yicha muhim manba bo'lib xizmat qilgan. Marxondning nabirasi Xondamir 1475–1535 o'z davrining mashhur tarixchisidir. U Hazrat Alisher Navoiyning shogirdi edi. Xondamir 15–16 yoshlarida Alisher Navoiyning diqqat nazariga tushadi va uning vafotiga qadar ulug' shoirning yonida bo'lib, uning kutubxonasiga boshchilik qiladi. Xondamir o'zining keng ma'lumoti, ilm-fanga intilishi bilan ulug' olim va mutafakkir shoirning hurmat-e'tiborini qozonadi. Navoiy Xondamir haqida Majolisun Nafois asarida quyidagilarni yozib qoldirgan: Mavlono Xondamir Mirxodning farzandidir va salohiyatli yigitdir. Tarix ilmida mahorati bordir. Xondamir sermahsul olim edi. U tarixga oid 10 ga yaqin asarlar yozib qoldirgan. Xondamir o'zining o'lmas tarixiy asarlari bilan ko'p asrlik madaniyatimiz xazinasini boyitdi va ilm-fan tarixida o'chmas iz qoldirdi. Xondamir o'z asarlarida xalqimizning o'tmish tarixi va voqea-hodisalarini go'zal qilib tasvirlagan. Ayniqsa uning Habib-us-Siyar asari O'rta Osiyo va Xorasonning 15-asr oxiri va 16-asrning birinchi choragidagi ijtimoiy-siyosiy tarixini o'rganishda muhim va qimmatli manbalardan biri hisoblanadi.